Farg'ona tumanida yosh avlod tarbiyasida, oila mustahkamligida va jamiyat hayotida beqiyos o'rin tutadigan opa-singillarimiz ishtirokida Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayoli ko'rik tanlovi o'tkazildi. Bir vatan, bir el, bir bayroq shiori ostidagi ushbu tadbirda yosh onalar, harbiy sohada xizmat qilayotgan ayollar, harbiy xizmatchilarning turmush o'rtoqlari faol ishtirok etdilar. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan tashkil etilgan tadbir O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tashabbusi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamda qurolli kuchlar tizimiga kiruvchi vazirlik va idoralar hamkorligida amalga oshirildi. Bu hamjihatlik va hamkorlik vatan ravnaqi yo'lida ayollarning o'rni qanchalik muhim ekanligini yana bir bor namoyon etdi. Tadbir jarayonida ishtirok etgan ayollar davlat ramzlariga bo'lgan hurmatini, ona vatanga bo'lgan chuqur muhabbat va sadoqatini o'z bilim hamda mahoratlari orqali ifoda etdilar. Ular bayrog'imiz tarixi, uning muqaddas ramziy ma'nosi, shuningdek yosh avlod ongida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda tutgan o'rni haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Ayrim qatnashchilar shaxsiy tajribalar orqali farzand tarbiyasidagi mas'uliyat, oilada tinch va sog'lom muhit yaratish, yoshlarni vatanga sadoqat, milliy an'analarga hurmat ruhida ulug'aytirish borasidagi amaliy taklif va mulohazalar bilan ham o'rtoqlashdilar. Tanlov yakunida esa o'ziga xos iqtidor va fidoyilik ko'rsatgan g'olib va sovrindorlar tantanali tarzda taqdirlandilar. Ularga esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar topshirildi. Ushbu tadbir ayollarning jamiyatdagi nufuzi, mas'uliyati va vatan ravnaqi yo'lidagi fidokorona xizmatlarni e'tirof etishga xizmat qilgani bilan ahamiyatlidir.